bilimlar xazinasi, ma'rifat maskani. Kutubxonachi esa shu xazinaning posboni, kitob va o'quvchi o'rtasidagi muhim ko'prikdir. Assalomu alaykum azizlar. 2026-yilda kutubxonachilarning ish faoliyati, samarali mehnatlarini yoritish maqsadida kutubxonachining bir kuni yangi loyihasi doirasida Qarshi tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurdik. Loyihamizning bugungi qahramoni Shoira Mo'minova bo'ladi. Mo'minova Shoira Choriyevna 1986-yilda Qarshi tuman Beshkent shahrida tug'ilgan. 2004-2006-yillarda Qarshi tuman markaziy kutubxonasida ish yurituvchi, 2020-yillarda Beshkent qishloq xo'jalik kasb-hunar kolleji tasarrufidagi axborot resurs markazida yetakchi mutaxassis. 2020-2023-yillarda Qarshi tuman axborot kutubxona markazining abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmati mutaxassisi. 2023-yildan hozirgi kungacha shu xizmatning xizmat rahbari vazifasida ishlab kelmoqda. 2025-yilda Iqtisodiyot va pedagogika universitetining axborot texnologiyalar tizimlari yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Ma'lumoti oliy, oilali, 2 farzandning onasi. Shoira Mo'minova ish faoliyati davomida Farg'onada o'tkazilgan Central Asia xalqaro konferensiyasida, Infolib O'zbekiston milliy axborot haftaligiga hamda sohaga oid o'tkaziladigan tanlovlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Axborot kutubxona markazi direktori Tog'ayeva Shahlo Temirovnadan Shoira Mo'minova haqida fikrlarini oldik. Yosh, talabchan, ishchan, xodimlari o'rtasida o'z mavqeiga ega, xizmatda ishini rivojlantirishda albatta katta natijalarga erishadi degan umiddaman. Mana bugun favqulodda vaziyatlar bo'limiga kitob almashtiruvga boramiz. Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Qarshi tuman bo'limiga tashkil etilgan ko'chma kutubxonaga kitob almashinuviga borishda Shoira Mo'minovaga hamroh bo'ldik. Shartnoma asosida ko'chma kutubxona tashkil qilish bilan birga ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Har oyda kitob taqdimotlari, turli tadbirlar o'tkazib boriladi. Assalomu alaykum hamkasblar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 9-son qaror ijrosini ta'minlash maqsadida axborot kutubxona markazida ma'naviyat soati tashkillashtirilgan. Bugungi kun tartibiga xizmat tomonidan ma'naviyat soati ham tashkil etish rejalashtirilgan ekan. Ma'naviyat soatini tashkil etishdan maqsad mutaxassislarni ma'naviyatini yuksaltirish va ularni sohadagi bilimlarini mustahkamlashdan iborat. Shoira Mo'minova har bir ishda o'zi bosh bo'lib, xodimlar ishini nazorat qilib boradi. Tashkil etiladigan adabiyotlar ko'rgazmasiga ham kitoblarni tanlashda e'tibor bilan yondashadi. Kun yakunida Shoira Mo'minova mutaxassislarga berilgan ishlarni qay darajada bajarganligi to'g'risida ular bilan suhbat qildi.
Suhbat chog'ida mutaxassislar shu kunga kelgan kitoblar, qatnov, kitob berilishi, matbuot nashrlarini qabul qilinishi, qarzdor kitobxonlar bilan ishlash, mahalla ta'lim muassasasida o'tkaziladigan tadbirlar to'g'risida hisobot berdilar. Xizmat rahbari mutaxassislarga keyingi kunda amalga oshiriladigan ishlarni taqsimlab, ish samaradorligiga e'tibor qaratilishi, kitobxonlik targ'iboti samaradorligini oshirish to'g'risida vazifalar belgilandi. Shoiraxon, mana bir kunlik ish faoliyatingiz bilan ham tanishib chiqdik. Kelgusida yana qanday ishlarni rejalashtirdingiz? 2026-yilda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar va ko'chma kutubxonalar bo'yicha umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim muassasalari, tashkilotlar bilan Gimnaziyada shartnoma imzolatildi. Shu asosda Jajji kitobxon, yosh kitobxonlar yurt kelajagi va kitobxon mahallam loyihalari doirasida tadbirlar tashkil etib boriladi. Kitobxonlikni rivojlantirish uchun doimo harakatda bo'lamiz va kitobxonlarni ko'paytiramiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Kutubxonachi bilimga yo'l boshlovchi. Uning har bir kuni jamiyat kelajagiga qo'shilgan hissasidir. Xulosa qilib aytganda, kutubxonachi jamiyat ma'naviy taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi, yosh avlodni bilimga va kitobxonlikka chorlovchi muhim kasb egasidir. Ularning mehnatlari har doim qadrlanmog'i lozim.